Uyda xo'roz boqish islom dinida sunnatdir. Ayniqsa u oq rangdagi xo'roz bo'lsa. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Xo'roz men yaxshi ko'radigan hamda Jabroil farishta ham yaxshi ko'radigan qushlardandir." Bunga sabab esa xo'roz o'z xo'jayinining o'yini shaytondan va mahalladagi 16 ta uydan himoya qiladi. Yana shuni ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'shimcha qilib o'tganlar: Alloh taolo 3 ta ovozni yaxshi ko'radi. Bular xo'rozning ovozi, Qur'on o'qiyotgan odamning ovozi va tong otguncha tavba qilgan odamning ovozi deb aytib o'tganlar. Shunday ekan, xo'roz qichqirig'ini eshitganingizda ibodat bilan qodir Tangriga murojaat qilish, Allohdan nima xohlashingizni so'rash tavsiya etiladi. Chunki xo'roz farishtani ko'rib yig'laydi va farishtalar sizni qo'llab-quvvatlagan duoni Alloh qabul qiladi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadisida aytilgan. Uyda xo'roz boqish islom dinida